Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun qisqa video bo'ladi. Bugun men sizlarga spatifilumni natijasini ko'rsatmoqchiman. 10 kun oldin biz shu spatifilumni kesgan edik. Aylantirib 120 tacha eski barglarini olib tashladik. Bu haqida batafsil video bor. Kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. Kesishdan maqsad gullashni qo'zg'atish edi. 10 kun oldin buni ikkitagina guli bor edi. Hozir bo'lsa mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta guli bor va tagidan yangi chiqayotgan g'unchalari ham ko'p. Do'stlar, mana shu videoda nima uchun kesish, qaysi barglarni kesish hammasi batafsil tushuntirilgan. Hozir yana qaytarib o'tirmayman. Yana kimdir savol berishi mumkin, o'zi bozorlarda sotiladigan yangi spatifilumlar zo'r gullab turadi-ku, bularni gullatish oson-ku, bularni nimaga kesish kerak? Gapinglar to'ppa-to'g'ri, yangi spatifilumni kesish kerak emas. Mana bu bizda misol uchun yangi spatifilum bu yil sotib olingan va buni kesmasanglar ham o'zi bu yil juda ham zo'r gullaydi. Lekin keyingi yil gullashi sustlashadi. 2 yildan keyin yana ham sustlashadi. 3-4 yildan keyin gullashi juda ham qiyin bo'ladi. Bu bizda yangi spatifilum emas, bunga kamida 3-4 yil bo'lgan. Aniq yoshini bilmayman. O'zi bu bizga kelganda holati juda ham yomon edi. Men sizlarga hozir buni eslataman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham albatta obuna bo'linglar. O'zi bu spatifilumni biz oldingi yil yozda bitta tanishimizdan olganmiz. Tanishimiz qaramagan va biz olganimizda holati ancha xunuk bo'lgan. Mana shu videoni topib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu videoda biz holati xunukroq, eskiroq spatifilumni sotib olsanglar yoki kimdir sizlarga bersa, qanaqa qilib o'ziga keltirish kerakligi haqida tushuntirib berganmiz. Tuprog'ini almashtirish, ildizlarini tekshirish, kesish, nima dorilar berish kerak, nima oziqalar berish kerak, hammasi tushuntirilgan. Do'stlar, endi mavzuyimizga qaytamiz. Agar sizlarning spatifilum yangi bo'lsa, bu yil sotib olgan bo'lsanglar, bu yil barglarini kesmaysizlar. Lekin keyingi yil erta bahorda gullamasdan oldin albatta barglarini kesinglar. Agar erta bahorda ulgurmasanglar, bahorning o'rtasi, bahorning oxirida ham bemalol kessanglar bo'ladi. Hattoki gullab turgan bo'lsa ham bemalol qo'rqmasdan kesaveringlar. Do'stlar, faqat eski barglarini kesish kerak va gulni umumiy holatini xunuk qo'ymaydigan darajada kesish kerak. Spatifilumni hech qachon yangi barglarni mana shu yil, bu yil chiqqan barglarni hech qachon kesmaydi. Chunki spatifilum faqat yangi barglardan gullaydi. Do'stlar, spatifilumni kesib turish har doim gullashni qo'zg'atadi. Mana shuni sizlarga bugun tushuntirib, ko'rsatib, natijasini ko'rsatmoqchi edim. Albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda 130 ta xona gullarini parvarish haqida batafsil gaplashganmiz va eng mashhur xona gullarini parvarish haqida alohida gaplashyapmiz. Birinchi geran haqida gaplashdik, oldingi antorium haqida gaplashdik. Endi xudo xolasa spatifilum parvarish haqida batafsil gaplashamiz. O'zi Telegram kanalimizda har kuni faol biza, albatta obuna bo'linglar. Silkasi har doimdek birinchi izohda va videoning opisaniyasida.